Boyagi aka aytadi, "Uka, yaxshi bir o'qishda o'qidim, yaxshi bir ishda ishlayman. O'zimni kuchim bilan uy-joy qildim, mashina oldim" deydi. Bir kuni otam bilan onam oldiga chaqirib, "O'g'lim, mana o'qiding, yaxshi bir ishda ishlaysan, mashinang, uy-joying bor. Kel endi seni bir qizga uylantirib qo'yaylik. Ko'z ostingga olgan, yaxshi ko'rgan qizing bo'lsa ayt, shuni uyga sovchilikka boramiz" deb aytdi. Dada, ona, yaxshi ko'rgan qizim yo'q. Sizlar bir yaxshi qiz topinglar, o'shanga uylanaman deb javob berdim. Dadam bilan onam mahallamizda bir chiroyli qiz bor edi. Hamma yigit sevishdi, gaplashdi, uylanishni orzu qilardi. O'sha qizni uyiga sovchilikka bordi. Sovchilikka borishgani menga ham juda yoqdi. Qizni ota-onasi bizni boyligimizga o'chib, mahalladagi obro'yimizga o'chib, qizini ko'nglini ham so'ramadi, ko'ngli bilan ham qiziqmadi. Qizini menga berdi deydi. Bir kuni kechqurun o'tiribman, telefon bo'lyapti. Qarasam, shu qiz salom alaykum qildi-da, "Aka, to'yni to'xtating. Sizda meni ko'nglim yo'q. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Boshqa bolani yaxshi ko'raman. Iltimos to'yni to'xtating" deb aytdi deydi. Qizga jahl qildim, baqirdim. "Bekorlarda aytibsan. Men senga uylanaman. Sevganingni unutgin, sevgi to'ydan keyin bo'ladi" dedim-da telefonni o'chirdim. Oradan vaqtlar o'tdi, yillar o'tdi. Boyagi qizga uylandim. 15 kun ishda, 15 kun uyda bo'laman. 15 kun uyda bo'lib, ishga ketadigan kunim narsalarimni yig'ishtirdim-da, mashinamga o'tirib kechqurun ayolimga "Tinch o'tirgan" dedim-da, ishga ketdim deydi. Ishga bordim, yarim kechasi tobim qochdi. Mazam bo'lmadi, kasal bo'lib uyga qaytishga majbur bo'ldim deydi. Ayolimga tobim qochganini, kasal bo'lganimni, uyga qaytayotganimni aytmadim. Xavotir oladi dedim-da, indamay yarim kechasi uyga kirib bordim deydi. Yotaman deb xonamga kirsam, ayolim ne ko'z bilan qarayki, boshqa bir erkak bilan yotibdi. Muzlab qoldim, nafas ola olmayapman, to'kurganday bo'ldi. O'zimda kuch yig'dim-da, ayolimni turg'izib, "Bu erkak kim?" deb so'rasam, ayolim ko'zimga tik qarab, boyagi yigitni qo'lidan ushlab, "Sizga aytgan yigit mana shu bo'ladi. Men shu insonni yaxshi ko'raman" deb javob berdi deydi. Mahallani chaqirdim, ota-onamni chaqirdim, ota-onasini chaqirdim. "Biz deydi ajrashdik" deydi. "Bitta farzandim bor edi, o'g'lim bor edi" deydi. Denka qilib, surishtirib, o'qib ko'rsam, o'sha bola ham mendan emasdi, aka deydi. Mana shu narsani odamlarga yetkazib qo'ying. Ko'ngli yo'q insonga uylanmasin, ko'ngli yo'q inson bilan oila qurmasin.